Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana yana kanalimga sekin-sekin qisqa videolarni qo'yib borishni boshladim. Bundan oldin ancha vaqt 10-15 kun video qo'yolmadim. Ishlar bor edi. Mana endi bo'shab video qilishni boshladim. Kanalim yaxshi rivojlanyapti, sekin-sekin. Taqiqlarga, bloglarga tushmasdan sekin-sekin kanalimni rivojlantiryapman. Bundan oldingi videolarimda aytganimdek, kanalim o'zimni ijtimoiy, kommunal sohadagi o'zimni shaxsiy ma'lumotlarim, ya'ni o'zimni shaxsiy xonadonimni kommunal sohadagi ma'lumotlarni o'rganaman deb shu kanalni ochgandim. Mana sekin-sekin o'rganib borib, bundan oldingi videolarimda ham aytganman, sekin-sekin videolar qo'yib boryapman joylab. Endi shularni mana ijtimoiy kommunal sohasidagi barcha shu o'zimni shaxsiy xonadonimnikini o'rganib, shu qatorda endi mana barcha tegishli qonun, qoida, qarorlarni ham o'rganib boryapman. Bundan tashqari ham masalan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasidagi qonunlarni endi ko'pini o'zi o'qiganman ham, masalan zo'r o'qiganman deb aytmasam ham, lekin ko'pini bilaman. Endi shuni yana shu o'zim boshqatdan boshdan yana o'qib oxirigacha yetkazib qo'yay deb shu Konstitutsiyani kitobini olib, moddalarini birma-bir sekin o'qib, o'zimga kerakli joylarini yozib olib qo'yyapman. Ya'ni bilib qo'yyapman ham, yozib qo'yyapman ham. Masalan, Konstitutsiyada ham mana boblari, bo'limlari, moddalari hammasi belgilangan. Endi shularning ichida o'zimga tegishlilarni o'rganib, mana bu menga tegishli, mana bu tegishli emas. Endi o'zi Konstitutsiyadagi hammasi o'zi tegishli emas degan joyi yo'q uni. Masalan, tegishli emas desak, noto'g'ri bo'lib qoladi. Masalan, hammasi har bir ya'ni har bitta Konstitutsiyadagi qonun menga masalan foydam tomonga tegishli deb o'ylayman. Chunki unda mana daxlsizlik, ijtimoiy ta'lim olish, sog'liqni saqlash, ya'ni dam olish huquqlari, mehnat qilsa mehnatga haq to'lash huquqlari, bunda barchasi Konstitutsiyada belgilab qo'yilgan. Ya'ni Konstitutsiyadagi qonun meni barcha huquqlarimni himoya qiladi. Chunki menga tegishli emas degan joyi